O'zbekiston tarixida bunaqasi hech qachon bo'lmagan. Birinchi marta bo'layotgan proyekt Damas motorini Cobalt motoriga o'zgartirish jarayoni. Namanganlik ustakalarimizga atvet. Namanganlik ustakalarimiz Cobalt Porsche'ni shlifovka qilib Damasga qo'yib ko'rishibdi. Bo'lmagan, o'xshamagan, chunki to'g'ri haqiqatan bo'lmaydi. Lekin biz bunga gilzalarni ham qo'yganmiz, Cobalt gilzasini va Porsche'ni qo'yganmiz. Bunaqasi hali O'zbekiston tarixida bo'lmagan, birinchi marta bo'lyapti. Standart razmerdagi qilingan. Mana bunisi esa Cobalt gilza Porsche'ni qo'yilgan bunisiga. Bizda даже водяной kanallar ham ketib qolib, mana bu gilzani o'zi водяной kanallar ham ketib qolgan. Lekin xudo xolasa juda ham ideal holatda chiqqan. Bu proyektimiz o'zi aslida 2-3 yil oldin boshlangan proyekt. Ba'zi sabablarga ko'ra to'xtab qolgan, davom ettirmaganmiz, shu holicha qolib ketgan. Endi xudo xolasa bizning kanalimizga, profilimizga obunani bosib qo'yib davom ko'rib tursanglar, xudo xolasa davom ettirish niyatimiz bor. Mana shuni noldan to oxirigacha bo'lib chiqish jarayonlarini ko'rsatib boramiz.